Doğru aslında şey, lekin bu derece emas-ku yine polni yine. Assalomu alaykum. Biz o'zaqandan kuzatib turan jigarlar sog'mi-salomatmisiz? Xudo xolasa Xorazm viloyati Urganch shahriga kirish posti, ya'ni ko'prigindamiz. Xudo xolasa bu ko'prikni 2 marta video qilgandik. Ko'prikda ko'p yamalar paydo bo'lgan, ya'ni chuqurlar, sun'iy shunday chuqurlar, yamalar paydo bo'lgan. Shuni iltimos etib so'radik. Shulardan zating yo'l-yo'lakay ko'p haydovchilardan ham aytadi, eshitamiz. Masalan, yo'l-yo'lakay ko'p o'tamiz, ko'p qatnaymiz. Shularda chuqurlar ko'p. Disklarimizni sindirdik dedi. Yine уже mana video atib gatiramiz yine bize. Disklarimizni sindirdik. Ancha уже mashinalara mesela ziyon berib turibdi. Buni kim mesela birden doğru aslında şey, lekin bu derece emas-ku yine polni yine. Shuni iltimos qilib so'radik, video qildik. O'zi bir kichkina chuqurlar ular. Ozgina asfalt bilan bartaraf bo'lib ketadi. Endi shu kiraverishimiz Xorazm viloyati. Xorazm viloyatining masalan kiraverish yo'li qanchadan qancha turistlar keladi, qanchadan qancha mehmonlar keladi bera masalanda. Shu yo'limiz shunday bo'lib qolsa, yaxshi narsa emas-ku-na. Post oldimizda Xorazm viloyati Urganch shahrining kiraverish postini. Kirish xoti shunday bo'lib tursa, ichkari o'sha yo'llari qanaqa masalan. Yine kirish xoti shunday yomon bo'lyapti. Yine chekkalari asfaltda uyilib, garmoshka bo'lyapti. Shuni iltimos so'rab qolamiz, bartaraf qilishlarini. Sho'ra asfalt bo'lsa, ko'p asfalt ham ketmaydi shunada. Ozgina asfalt ketadi, lekin yo'l yaxshi bo'ladi masalan. Ta'mirlab qo'yishlar. Ava mashinalari, shoferlari, masalan haydovchilari mashinalariga shikast yetmaydi shunda. Shuni yana bir marta, 3-videomuz biz yani. Bu videomuzni ko'rib o'tiribdilar, eshitib o'tiribdilar, bilib o'tiribdilar, lekin hech bartaraf bo'lmayapti. Befarq bo'lib o'tiribdilar. Shu videomizni iltimos so'rab qolamiz. Jo'nating kenglar tarqating, komitasining yetib borsin, yanada yetib boraversin. 3-videomuz yana oldimizda Xorazm viloyatiga xush kelibsiz deb yozib qo'yibdi. Уже yine billar ham xarob bo'lyapti, yana volna bo'lyapti yo'llari. Shu bartaraf bo'lsa, yo'llarimiz tekiz bo'lsa, hammamiz ham yaxshi. Уже oldimizda ham yo'llarni zatverdilar. Yine bir yo'lni ham zat ta'mirlavadilar. Yana o'sha Xorazm viloyatiga girdik. Yine уже ta'mirlagan yo'llari yana xarob bo'lyapti bu yerda yana. Yana mashina qaltirayapti bu yerga kirgandanda. Doğrusu bizlar ham bu bellarni chiqarib, ya bir ommaga ko'rsatish emas, lekin haqiqatdan ham shularni ta'mirlasalar, hamma mashinani sotib olib qo'yibdi masalan. O'tavergan sayin yomon tashab, shu chuqurlar tashab, disklari sinib, mashina ziyon yetkazsa hech kim to'lab bermaydi birovning mashinani. Lekin hech kim tezlikni o'zim ostay deb gapiraman masalan. Tezlikim 50 shu yerda yana. Lekin axir yomonlar u mumkin emas darajada. Ya'ni shular ham shu yo'li tekiz emas. Kirishi bu Xorazm viloyatiga. Yana beri qanchadan qancha turistlar keladi, ya'ni mehmonlar keladi chetdan. Yaqindan muhtaram prezidentimiz ham kelib ketdi. Shularni iltimos qilib so'rab qolamiz. Shularni bir bartaraf etsalar, keyingi videomuz xudo xolasa shu yo'l zatildi degan video bo'ladi xudo xolasa, to'g'rimi? To'g'ri. So'rab qolamiz xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar.